Voy qizlar, eshitdinglar, Malika Shopning yangi filiali ochib o'tgan ekan Namangonda. Ha, narxlari ham rosa arzon deyishdi. Qizlar, nima haqida gaplashyapsizlar? Shpionlar haqida. Voy keling, men sizga aytaman, yaqinda Malika Shopning ikkinchi filiali ochib o'tgan ekan Namangonda. Voy rosta. Narxlari Voy arzon ekan. O'lmasam, chindan-a? Voy vodiyliklar mazza qilishadigan bo'pti deb, to'g'ri vodiyliklar. Vodiyliklar. Hey vodiyliklar, Namanganda zo'r filialimiz ochilishiga tayyormisizlar? Kelinni kelganda ko'ru, sepini yoyganda ko'r deyishadi. Tez kunlarda Namanganda qizajonlar, opajonlarimiz filiallarimiz ochilyapti. Hammanglarni kutib qolamiz. To'liq ma'lumot bo'lsa, istoriyalarimiz, postlarimizda deb kuzatib boringlar. Narxlari sizlarni aniq shok qilib qo'yadi. Voy. Ana. Ola.